Firavun alayhi la'naga bosh og'riq bermadi bular. Firavunni biror marta boshi ham og'rimadi, tishi ham og'rimadi. Bir yoshligida ham yugurib ketadi, qo'qini bir joyga yiqilgan ham bo'lsa ekan, bir joyga singan ham bo'lsa ekan. Firavun alayhi la'na birorta dard ko'rmagan ekan. Birorta dard ko'rmagan ekan. Hatto mana bu tishlarini orasi ham siz bilan menga o'xshab ochiq bo'lmagan. Bir-biriga yopishgan bo'lgan ekan. Birorta ovqat yeyotganda tishini orasiga biror narsa kirib ketib qolsa, o'shanga qiynalib ham tishingiz orasiga bir narsa kirib qolsa, g'ashingiz keladi. G'ashingiz kelib qiynalib yurib, oxiri bitta zupacheskani topib, chiqarib olsangiz keyin rohat topasiz. Shu ham bitta gunohingizni ochib ketar ekan. Shuning uchun Alloh taolo Fir'avnning tishlarini orasini ochiq qilmadiki, qiyomatda oxiratdagi azobi yengillab qolmasin deb. Hamma azobini Xudo oxiratga olib qo'ydi. Bu dunyoda shunday rohatni berib oldi Xudo unga. Shuning uchun aytadilarki, ulug'larimiz bandani boshiga musibat kelsa, kasallik kelsa, qiyinchilik kelsa, dard kelsa, sinov kelsa, bu Parvardigor olamdan Xudoning mehribonchiligi bu.